sizlarcha pozikamni odam kim chiqadi? Mana bizning shirkatga yangidan bir direktor kelayotgan, direktor. Oyam tushgan, xotin kishi. Oya. Mening ismim Murat, Murat. Men yerda kelmoqchi bo'lgan Lola direktorining yordamchisi. Ayintirga ayal direktorlarni qanday tutgansizlar? O'ylabmanglar. Hech to'y qilmadi. Voy! To'yim yana kech kirgan bo'ldi-da. Ey, Qanday ahvolingiz, yaxshimisizlar? Yaxshi. Biz yaxshi. Ay, o'tir. Cephe kopaldırmam. Sıram. Müşterilerim bu. Oy bağlı. Kötülük. Cephe koş. Elbette buyurmalı. Sizlerde aziz mehmonlar kelgan chog'da. Oh, yurak, mening jinim, mening borlig'im, mening she'rlarim. Ishqilib mening hamma narsam. Oh, güzel. Sizni bir bo'lsa olaman jinim. Bo'ldi. Jiddiylashib qoldim. Men o'zimni tanishtirib aytay. Ismim Tanishimiz biz turli tunish bo'lgan. Tunish bo'lgan. Murat Emin debdi. Ha, dedi. Hamma dedi. Lekin siz Murat deganda bu nechasi güzel. Nechasi chiroyli. Bek yoshkansiz. Rahmat. Murat, men ishxonamni ko'rib chiqay. Ha, Angacha siz menga yedimni tasavvur qilib kotib qiz. Hatolashmasam siz kotib qo'yinglar. Yetmagan mushaq bizda turgan gapmi? Bu kız uğraşta bezde, bu kız ola. Şimdi çok emasmi? Hareket qilishda qo'laysiz. Man qara. Men ichki ko'zimni jo'mda qaraydigan ishitmaydigan shuncha qarab turmay qarab. Qaram. Undaq bo'lsa, chet turib bekrak qarab. Voy voy. Aycan. Muşlar kopallık yaşa. Voy, nega qo'pol? Aldı katı muşlar kopallık kılan buradan. Zat muşlar kılanımız kopal. Ishxonlarni oynamada charchab qolamiz. Issiq ishlar. Sen Do'lab chiqartma ya. Karam. Muşlar çaydan neyden kızlar karam. Bu yoqqa joyda u. Üstü defnetler. Ve işgil bombayı bir çay işinden oldu. Xo'ja, men qaysizlar? Aka yoz bursulcha hammasi tayyor. Bir dam o'tmamsiz. Ha, kelgen çağı bir demle pişeceğim. Hazır miyman bu vakti sizden de dersiniz biliyorum. Değer bunu iş kilomdu diyor çayım. Biz direktorning ishxonasini ko'rib bo'ldik. Sizlar ishlaganmi? Bo'p qoladi ekan. biz desak bo'lardi sizlar emas. Biz baribir biz olmasqo. Biz rasmiy gap bo'lgandan keyin ondan biz deyman. Ha şu. Lekin unda deyishib ketmasakmi bo'ladi. Baribir mushxona birga ishlab, jiq ishlarda muzokaralashib hamkorlashadigan bo'lgan ekan. Ha oldu. Kalan işlerini koyup, misafirci olsun ben görüş. Kalan derslerini ben toplap kalan materyallara asasen kullandım. Bo'ldi, endi siz aytib kelasiz. Manda aldirab qo'ysanglar bo'lmasmi ekan? Muavin direktor ishxonasini bir ko'zib chiqaymi? Yo'q, bo'ldi, rahmat, ko'maymiz. Sizlar astoydil yaxshi ishlarlar. Bo'ldi, Murat. Samijon. Oy Semih! Ay bo'ldi, qilmasam bu yashiya. Ay Sami. Tay chiqib ketdingiz, birdan o'tdasan manda. Bir uyingizdek qisildimanda. Xonajonda suzib ketdi. Yaxshi ishlar bizda joy ishlayapti. Ay chiqma. Bu qizlarni ko'z ish chog'irib, o'g'ilni ko'z besh chog'iradigan saram.
Sami. Mistka, Ha? Teştikte. Tez hamısı bu. sen bağımıda aka. Nega bu tranka? Ha, sen bağımıda? Qısıq gap qildigan bola dersi afkan. Men bo'lmay bir ketamda. Ya, ben abi kaygan kömetmek. Ko'rmaysan da. Kechikib kelgandiki, mening keynimdan kelgandiki ko'rmaydi-da bu mening balig'imni. Ko'rmaysan da sen. Ya, ben... Afkan bir turiblash tetiqsiz bir gaplarni qo'ysa Samijon, ha? Men bo'lmay nima borman, ha? Tas qoldim, ha? Mening ishxonamga boshlab qo'yg'ila. Ya, ben o direktörü şu körüvasın diye. Nimini gördün, nimini? Nimini gördün? Vay nimaç tarak durup, nimaç varan durup o? Ha? Tanışıdım da, tanışıdım. Çıkandı durup. Hey, aşında hali yok bir nimini o? Voy gipini qilma aka. Voy bek lamda bek olib cho'ykan aka. Ya, Mistka, Roşengül aşiret. Hop. Aşiret. Voy nima ishib ketdi? Aşiret aka, aşiret. Rasa aşiret. O kız endi şunda kabiliyetli, çıraylı. Endi bizga direktör bo'lgan odamni o'sha alovimsa bo'lmaydi aka. Unda çıraylı qizlarni ham deb o'yinchilik hali. Nazi bo'lgan chog'da odam güzel ko'rindi emasmi? Sana o'xshash, ha? Hey. Bir shalloqlig'iz og'tirib maqtab qoldi ekansiz a? Hey. Ben xizmatga cho'qara, iqtidor kerak, iqtidor, chiroy, noz kerak emas. Ah, qiz bola iqtidorga gap ketmaydi aka. Rost ketmaydi. Bizni bu yerga ishtirok qaratsak, qiz bola tashkillash iqtidori Hey Sami, hey siz nimdoq dön, men chatoqman sizniki. Hani ke birinchi kundan pishanozga çok talqib suyab qo'ysildi ekanda. Unchik holi ko'z qo'yatsa shu sizga. Ertugun kelgan ko'rimiz ixi. Direktorim kimlikka demaydigan bo'lsam mijitga. Chiroyli mushtoq qo'ydim bak. Voy, açık gapda. Raus açık gapda. Bol. Hey, fıka. Nima dedi? Fıka. Ay nima deydi shu. Yana direktor ishxonasini tuzanmadi dedim. Ya, unda gap qilmadi. Hey, ha bo'ldi ya. Siz cho demaysiz, o'z qolasiz gapni. Baltıqlar dimdi gapmi? Oy nima deydim işte. Ma ishxonlar andoq kenay, mandoq kenay deb o'zi yaratmay, xizmat unmi olanki. Yaxshi ishlar deb. Men aytganimda deb ketib qoldik. Satmayman. Shirvatda Voy bir nima ish ketdi? Vay aşıntıda bir hali yoğan kandak bir adam ki var. Aşında bir hali yoğan aşında bir yoğan bir ayan mı ki var. Kotun mu ki? Ya aka, xotin emas, qiz. Ha? Yosh qiz aka. Ma. Ya, rost aka. Yeshi Ro'shangulning yeshi beklandikin. Ammo badini Ro'shangulnikidan 20 kelgan bilan, shu güzel ruxsari bilan aşk qamatli. Uf, Sami. Baltıqlar. Oy, mijitga bu bolchu ish qilib, abaytincho qarang, oq qizlarni ko'rib, hayajonlanib, bular ketdi ma bola. Yiqilib ayada hayajonlanib aylanib qoldi. Ko'ndingiz siz. Duk qilva. Deb qo'linkisini qo'zg'ab she'rlar o'qib ketmadi, endi yaxshi. Samijon. Ya aka, chaqchaq qilib qo'ygan shu. Ha, abek. To'xtanglar. Bu mening anlag'animda bu 40 yaş etrafidagi bir ayol deganda ma bana bir yosh qiz bola deydi bu. Ha, aka. Mana mening ko'zim. Haqiqat o'tkir. Shu muxalab olsa ko'zingni taqmayman. Voy bir Sen şu tamның keyini ko'ra olaysan. Aka, demak buni men bizning ko'z bilan ko'rdim. Bizning endi sig'im ishonmasa aka, ha? Sen ko'rgan bo'lsang bilatimda. Bir rasulot sen ishxona bo'lganligini bilgansan, ochiqlik ko'z. Sen ko'rmagan ham yaxshi bo'ladi. Baltıqlar. Ne yok deb qilma. Bol. Bana ati birini deyishaydi. Ha? Ishinglarni qilinglar. Qanday gap qilib ketdi bu? Hey. Nada qo'yay. At kelganda, ha? Hammamiz dard qanday turamiz, juma? Ha. Bugunkidek bos bo'ladi. Bo'l, chataver aka. Tayyorlik bugunkidek bo'lsin bo'ldi. Sen oddiy o'qib qolammi aka? Oddiy bo'lib qolsa afkam, keyin bir iliqi dibag'i olib olasiz.
Qaytırıp çıkma. Otur. Astaydılar ha. Ağırlı diye. Buradan ya sevgi bilen köklegenler. Muhabbet suyuyla yaştaydım enki. Köklegen bak mukaddes suyla. Ah bizden muhabbetimiz şunçilik güzel. Semih. Kim boldunuz? Kim gününüzün dalgan şerif kapatır atamsız. Abayda qarsam. Laq, tao ketdiniz endi. 就是，哎，这好端端的一个人，哎，三面，能不能？ İşte Mahmut'un buldu ya. Bak şu ilan kep kaldı. Bak hiyal. 哎，你灵感来了就佛出来就行了嘛，你把那个罪恶那么严干啥呢？啊，哎，三面，你是不是有病呢？ Ha bu hizmetten hına çıksın. Ay Semih. Bu bizi fazlalıklarını davalatqandek sizin davaladık bu yana. Ya. Of. Gör Şengül. Ha? He. Fazlıkam degan çok qara. Ben bana silkinip ketip, başta taqtuq şerdan o'qigan oldu. Maqul. Meni endi fazlıkamga o'xshagansiz o'xshaydigan odam chiqmaganda. Ha? O fazlıkam kim o? Men kim o? Men fazlıkamda she'r yozib qo'ysam, bu shirkatlar yuziga satamasmi? Haqningda Hey, fazlıkam. Yaxshi odam. Yiqinib turib yo'qolib ketib. Bizni andishga sep qo'ydigan bo'lib oldi deyman. Bosh direktorgan shundoq oldirashmi, tang bilmadim. Fazlıkam yo'qolib ketsa-chu, biz pek sig'imiz. Bo'lib men, lekin mejizkam voyajonlanib qoldi deyman. Gaqla. Ukam, u chaqladigo sizlar meni davolatgan. Endi buni davolatimiz deb nalab yuramiz, ha ukam? Isil fazlıka, isil. Kimning gapini shu gapdi deb qaranglar. Shunday yaxshi gapini qilganda fazlıkam o'zi oldimiz paydo oldi. Aka, sizni sevib shu. Birdam kamligan bo'lsam, tamg'irashmam chaplab qo'yib, bishar o'tirib, qarg'ilib o'tirgan chiraya bu. Voy ya, undamas fazlalıkka. Şu buro qizqarliq ishlar aslab sizning gapingiz qo'shib o'tirgandik. Qani o'tiring. O'tir. Choy ishkash. O'tiring fazlalıkka. Ha, o'zingiz yaxshi turibsizmi aka? Yaxshi, yaxshi. Ha, sizni sevib ko'rishib kelib uzibotdi aka. Ya bilib turdi, men gapim billa. Ha, Roy Kepetning bilgan shugo. Shuni qaraganda xizmatda mas'ul yo'q-da. Fazlalıkka. Xo'sh. Ishxona tushib ketgan bo'lsangizmi, bizni qattiq unutib qolmaysiz. bilmem. Fazliga，为了工作奉献了自己的人，所以 Fazliga 关心我们，也关心这个公司，明白了吧？ Albatta shunday bo'ldi-da. Men bu shirkatning a'zosi bo'lib sutdim bilan bu xizmat ahvolini, seni ahvolingni bilib turishim kerak-da. Ko'r. Bayan dedim bu fazlıkamda kız 50 garkan sazdı. Fazlıka. Sizni osh Turg'udirosda xizmat ayryapti-da. Ha, pensiya chiqib turib, osh shirkatdan bir xodim deganingiz yurakka tegdi aka, yurakka. Yusega? Men bu xato kelib qoldimmi yoki sizlar xato o'zlatingizlar? Bunga faqat tushunmay qoldim ya. Ya, aka, biz bu xatolashmadik. Siz qachon kelsangiz shunday bo'lsa. Ha, aka. Çayımlığı verip hizmet kısana bomba. Hey. Bak. Vay kapıya takip demeyse. Başka zamanlarda kaygan sakın. Elime. Vay. Bir kart atmadı da bu kapak. Bir kart atmadı da. Mana. Lan biz kaptı buna. Bakın. Vay. Yaxşı. Bir telefon kılıversem olmam deyim. Voy aldirashib kelib qoldim.
Qağını bir ətügün kelgəndiki, oturub təfsili paransı qılamız, hə? Vay. Ne buldun la? Bu da amal maqırıb közünə faqır çeçib qarıb dursunğa. Kəmsən bulab diye. Ben şimdi yapma. Kısık yaptın sen de. Bu kendini koşun ama közlerimiz pakara git vardı buna. Sabır kaldı mı? Lekin baba, gerçek. Eğermiş pazı direktör çıkacak. Eyvallah ağzımıza. Eğer bunu başka yere götürüyorsun bu bizi daim yoklap durur değil mi? Bu şirketin suyuydu. Şirket bunun üyi. Kızgın karşılığımız To'g'ridagi fazilka mizgam to'g'ri dedik. Sizchi mana shu qanday chiqayotganingizda buni keyin yottirmay kelavering. Menga sizga ham yaxshi choylarni, yaxshi qahvalarni tayyorlab berman. Ya şu Ruşen'in katip tuttuğunu almıştırıp mı gençler? Oy ya. Almıştırmazsanla, bana çay kahveni başka adam ülket bulamaydı. Раз. Эй, Фазлига, 以后经常会和我们一块喝咖啡、喝茶。但是呢，我们工作不能影响。知道吧？ Oy. Güzel. Sen ciddi kaldım. Kağaç ne ertesi iş çıkardı. Oturup. Tepsili paranı söyle. Andas işin var kılıyorsun la. Kağaçtan yine seni devamlı kurum. Mağam sazı? Ben bir mangay. Mağam? Siz burada muhtemel. Kağaçlarını erdiysem. Ulan da önce burun kadar vallahi kaptan kara. Aşağı kılıyorum. Ой, Мишка. Бәсәт келіп сәл екен. Ой, яшықтық так ысындырам, ысындырам. Сэмми, 你去干嘛？也应该想一下个生活的事情嘛。 Voycu, ne yapacağım ki? Mina şu mizgam söyledi fazilkamla işlerler. Yapma akıllı kız var deme. Bana. Roşengül nak cayında. Oylanlar. Oylan bir kanal aslında. Biz pazını köyüne gidip bir aydan açtık bak. Ama bu pensiye çıkıp gitti mi ki dep oylaydı sen. Ben de çıkıp gittim baş şirketi bari. Bu pensiye çıkış diye bu normal iş bu. Bu hizmetten tertemiz. Bu onca olabilir sırlık şey mi? Şıkılıp bir kızızlık işte. Men mizgam ben hayran kaldım. Kırıklam çiğniş bu. Yaxşılanlar ha, güzel de çıkıp kaldı ya. 哎，米奇哥，这巴斯利哥家不会出什么事吧？反正我觉得不对劲儿，啊，Semi。 Şıkılıp menimce hey uval oldu bunun. Bir yak qarsa, güzel, mada deydi. Bu yak qarsa, Vay bir ağzını yumğuna afgan. Vay. Şunu olarla kaptı bu. Nay taşı. Ne mi oyladın ya? sen Mishka. Ben demekçi, fazilkamga amra. Ben rasa amra. Fazilkam yaxshi ishlaydi. Lekin fazilkam qilib qoldi emasmi? Pensiyaga chiqadigan vaqt bo'ldi. Pensiyaga chiqdi deganda uning o'rniga yosh, iqtidorli, qobiliyatli direktordan birisi o'tirish kerak. Shunga o'ylab ketmasak bo'larmikin? Çokum yaş giriş gerektiğine. Da peş kadar bozmamam da. Seni ösürük yandık ya. Mizgam. Fazilkam şişkanı biz bilen tan japatatdı. Halatım tan köydü. Hem de undaq direktörden evet düşmek. Biz köpesi bulduk. Sakın boymak direktör. Kilerken ben yayı üstü göğsüden bir şıngıdık. Bak. Kapılmana. Vay canım Roşen Gülfukam. Şu hem adam, hani sizge okşaş mı? Ah gönül. Ha bir işten kadar sabda oylagan bolsa. Uçar duağı. Uçarda. Sana yaş boncuk gidip içine. Gittin ha. Menen yaş boncuk gülürüm içini gitti.
aşmaktı sen duygularımga nigahın arasınayın ara bağrımda yangan çok buldum nitay görünmedi gözümge dünya görünmedi gözümge dünya şen hey güzel sadaqatimga dilimdeki kin muhabbetimga armonim şuldur arzuyum şuldur pak muhabbet yar bulgay bizga pak muhabbet yar bulgay bizga Sevgi muhabbet seherli şunda saf yüreklerge salıdı pırak İntizar dilim en bak sevgiye sadaqatda aşkaysan kıçam sadaqatda aşkaysan Oy, Samimka. Oy, sen bunda azizlik babam küçük kılıp o. Tuzmak da şey yapıyorum. Buldum. Hatırlam. Evet lan. Hatırlam dedim. Oy bo'ldi qiling ha. Voy sizning she'r o'qishdan boshqa ishiniz yo'qmi? Bu she'rni keyin o'qing ha. Mana yaş direktor, kabiliyetli direktorlar muşundak oldu. İş, hizmet Samir. Kimni direktor deyapti sen? Mene Afgan, mene. Bu yoktu. Baş şirketini kıtlayken kana gelin. Hep beni kamil diye adaşınız ya. Gibi işini tutmadı deme aslında. Baba Sami tarifligen ravrusu bir kız olken var. Ay. Demek ki oğlum çıraylık, latafetlik, salafetlik. Oy, mandak bir güzel direktörün evetse elbette karşı alımız. Biz elbette karşı alımız. Mana bunda kelişken yaş direktörümüzün yetekçiliğinde bizim şirketimiz tekim oranı tapkızı. Ben özlemle bir tanıştırıp koyayım, direktör. Benim ismim Micit. Bu şirketteki muavin direktör bulma. Hem de mana, bular beni akidep çakırdı. Ben bu günep kettim, eğrenmayım. Bular mı özlemle yeni sınırları dekten ha? Hem de siz, beni akidemsiz ya ki hem de nimdep çakırsız o hizmetindeki yönünü çıkarıp özünüz bir atı olasınız. Vaycan, Gap tügümedi o. Kızık balık ama çaplanın altı peşinde gapli vermeysiz. Lekin hatırca bunu. Hizmet kesek direktör. Bu şirketke bir gün geldinizden ha. Hem de baş şirketin o diyendi. Ben bu şirketteki en pişkadem, en yaş küçük, en pişkan bir kadın. Bunun din hizmetinizde eğer de şuna mı yadırınız olsa şirkette olur. Bana Micit muavin direktörünü sorsanız kestik. Şendiri koyma. Kulağım köksün. To'g'ri. Mexikani so'rasam. Mexikani so'rasangiz bo'ldi. Mendan ko'proq so'ra. Chunki men yash, kelishgan bo'lgan uchun chiqishlar uchun. Amin, to'g'ri deysiz. Sizda kelishgan, mashallah, bildigan bilarman. Mana bizning ishtakimiz uchun peshqadam qodir, hammalar uchun piqat parvon o'qib ketdinglarmi? Jinomam fido qilib. Voy! Ro'shayga mana gap qilmay, choy. Yo'q, choy. Bek kelishgan, chiroyli, qodir bo'lgan ekan, ikki tomon o'zlaridan kichik bo'ldi. Voy! Shundoq o'g'irliqingizdan taza yo'g'rabsiz. Men to'qishib qolaman sizga. Qatmatam. Voy, ay sen yapma bana, müşne yapma. Bo'ldi. Men müşne kütüğünün deganman. Bo'ldi berib choy aytlaman. Choy tugabdi. Unda suv aytma. Suv yo'q, o'qagan. Voy, O'zingiz qo'y choy qutisiga o'xshaydi. hayır, sen gel. Bular ro'shay. Hech chiqma. Voy, Yaxshi. Voy.
bu kayra kızның bizga ish bo'lib kelishi mushadan boshlangan. Bo'libmi Rusengulga? Hey, nima ish bo'lganicha, hali bilsa. Diqqat qilib turinglar. Qaranglayca qizib ketibdi. Qaraganda Qarg'ani shu mo'yin ishdan. o'tir. O'zi tutdi. Ama Xaridar deganga sizni xabar qilsa bo'lmaydi. O'zini tutdi. O'zimizni ketib. Вы мы biz yo'q qo'ygan chini bor. Hey ya. Mening ismim. Sizin ismingiz güzel, ismingiz mi güzel, özünüz mü güzel? Peki ismingiz Lale olup bakayım. Peki Lale degan ismi şunda kaygan ekan. Shunda yarışibdi o'zimizga. Lale nima o'ziga shunday masalasini. Tushundim. Bizniki yash güzel direktorimiz, ha? Bizniki maqtashlarimizni loyiq topmadi. Mashbalaning. Voy, kechir. Kim tutmaygandi? Kechirsiz. Baş şirket bu nasıl oylaydi? Mana can taraqqiy qilib ketdi. Ha? Davr sana bakmasa sen davrga bak degan gap bor emasmi? Biz bakmız. Xotirjam bo'ling. Mana men mecid direktor buningdan keyin sizniki bir kishimizga o'zimni bir kishi yoki ikki kishi yo uch kishi yo to'rt kishi chiqib besh kishi to'plam bilan qo'shib bu shirkatimizniki taraqqiyot uchun zo'r tirishman. Xotirjam bo'ling. Ha? Voy. Ba'zi Barakallah, aferin Mücahit. Biz bayağı bildiğin gaplarının hemen isim çan tutuşuma buna dedi. Mücahit, bu işimiz işligiyle hılı uzun oldu. Acaba bana da bakmadın ya bu gap ne? Aycan. Siz bundak kısan olmaydı. Voy, kim tutmayganmi? Pazel. Buraya kelsen buludu. Qarshi olamiz. Chunki sen bu yerda ishlagan. Lekin bugun tez vaqtida kelamadim. Biz aldirashamiz. Sen birdan chetda yanda tutdingmi? Kechmasan ayrim dasqarasida ishing ayrim bo'ladi. Voy, bu bek ish ketdi-ku, ha? Bundaq ma'lum qilsanglar qandoq bo'ldi? Voy, siz voy. Lala bu yerkensiz var. Şirketke yeni xadim kildi deb anlagan. Lekin sizden kildiganligingizni faqat o'ylab bakmadim. Ay, fazla to'la ilashtirmagin abi. Bu shirkat yeng keldigan xodim mana ishkaydan. Bu yoqda mahsulot sotib oldigan xaridor. Xaridordan yuruydi ama. Ya siz uqmagan ekan. Gap sen yapma. Ay, Özürüm tunuş. Bilirsen tunuştuk ben mesela. Voy Fazilka, biz kirishimizga jimi chiqib, hammamiz sayyohkaz qolib fursati deymiz. Aka gap qilgidek fursat bermidi bular. Men sizlarga tushuntirib qo'yay. Mening ismim Güzel. Güzel. Bu yoq Murat. Lale hadem. Lale muavin baş direktör. Bu şirketga yangidan muavin direktör bo'lib keldi. Murat ikimiz Lale hademning yordamchisi. to'xtala. Sarat patlamdi amaqa. Muavin direktor? Muavin direktor. Voy, o'tiraman yoqqa. Zalma. Magma. Sen bu şu. Bunu diken Lala işkinla muavin direktörü olup tam işleysin. Bu işçi sizlerge yardımcı olup işleydi. Sizlarga o'xshash ishlaymiz bu ishxonada. Hem de uçan sen, baş fikrim yoktu. Ne kaç şey yigirina? Baş direktör, kamu baş direktör. Voy, bu yoqni tanimamsizlar? Tanımıyoruz. Nemi olduk süreçte fıkıldıram. Bir ay sırtık çıkarsam ben beni unutulup, beni pensiyaga chiqarib, yotga tushirib, o'rnimga yangi direktor tayinlab qo'ydinglarmi? Bundan ketmanglar, fıkıldıram. Ben tushib ketmadim, pensiyaga chiqib ketmadim. Yotkilib ketmadim. Nayda bir ay shu ishga o'g'inish ketdim, qaytib keldim buna. Rushangul. Abda çiğiniz damlağa, burun kadekli bolsun. Bulamda. Ayırım en yaxshi choyni olib beray ya. Bular. Hozir suv yo'q degan. Bu yer iftar suv keldi. Bijet. Bana vaqtimda sana deydigan, lekin pek aldırıp kaldım. Sen yana burun kadekla özanı orunda işleyverse. Lala eşkinler, mağın direktör olup yardımcı işleysin. Bu ya, sizler yardımcı olup işleydi. Hem de hazırca doğru düşünüp durunlar. Bir işkanda oturup dursun. Bulamda. Olmaydı başımdan.
Ay şirketimizin direktörü qaram. Qanday ishlar bo'z katibimizdan degan deydi-a? Mushlar siz mas'ulsiz? Oy katip oğlum günah ekende meni acayip öşüyordummuş katip degenge. Qaraganda xeyli çataq teriga o'xshaman. Çataq chiqdi. Ha? Çataq chiqdi. Çataq chiqqandimi bek chiqdi. Tas qoldik şirketimizning oldiga. Siz materiallarni ilib, Allah to'xtatib berib, el qadamdan kechirim so'ra. Ro'shangulni jazolashimiz kerak.